iPhone'ga qanaqa qilib shunaqa fonlarni qo'ysa bo'ladi. Ya'ni soatda orqa fonga qo'yib qo'ysa bo'ladi. iOS 26 da juda ham chiroyli turadi. Hozir sizlarga qanaqa qo'yishni o'rgataman va fonlarni qayerdan ko'chirib olishni ham ko'rsataman. Misol uchun, mana shu fonni telefonni oboyiga qo'yamiz. Mana qo'yganimizdan keyin soatni kattalashtirib va pastiga 3 ta nuqtani bosib, effekt glubin bosadigan bo'lsak, soat orqa fonga o'tdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham ajoyib effekt berib turadi va boshqa fonni ham qo'yib ko'ramiz. Soatni ozgina kattalashtirib pastiga 3 ta nuqtani bosamiz, effekt glubin yoqamiz, soat orqa fonga o'tadi va soatni yana ozgina kattalashtirib va telefonimizni foniga qo'yamiz. Mana juda ham ajoyib effekt berib turibdi va juda ham chiroyli turadi. Bu fonlar hammasi maxsus fonlar, hamma fonlarda ham bu o'xshayvermaydi. Men 8 ta 9 ta fonlar yig'ib qo'ydim, imенно sizlar uchun. Bu fonlarni siz Telegram kanalim orqali topsanglar bo'ladi va yuklab olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimning silkasi profilimning shapkasida turibdi. Telegram kanalimga o'tasiz, bemalol skachat qilib ko'rsatganimdek o'rnatib olsanglar bo'ladi. Vola. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Mana shu videoni iPhonecha do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana siz ham o'rganib oldingiz.